Assalomu alaykum yuqori obunachilar. Navbatdagi videoda Urganch shahrida 4 qavatli binomizda birinchi qavatida bir xonali kvartirani sotib oldik. To'g'rimiz kelsa Alxari shoh ko'cha gastronom do'koni Bonomchina Avlosnoy Vaysa Glazda Vaysa Dolustda orqa tarafida joylashgan ekan. Narxlari 255 million so'm baholanadi. Obunachilar shaharning Tinchiyenda joylashgan ekan. Sechallar bilan batafsil tushuntirib o'tsak. Hurmatli mijozlar, kvartalni to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim deb sanuzillarimiz görüşlerge plastikten ötülgen mümtaz vannamız işlerimiz yine MDF işik aşxonamızda aynalar o'zgargan rishvotchilari bu de gaz plitalarimiz kirmaşırlar bor ekan. Bendan pataloqlarimiz plastikdan ekan. Endi yotar turaqxonani hozir qilsak bu yotar turaqxonamiz benam rishvotcha bo'lgan oboy ijara qo'yib turadi. Endi sotchaklar ayrim sabablar. Narxini aytsak, narxi 255 million so'm. Lokasiyamiz Avlosnoy Vaysa bo'ladi. 4 qavatli paneldomni birinchi qavatida joylashgan. Esa aloqa uchun nominal istama 88 530 88 601 70 70 aloqa chiqarasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videoda görüşguncha.